Hop akalar mana baliqni kattalarni tashyapmiz. O'rin qaranglar. Shuni o'ntiraverasizmi? O'zi boshlandi. O'zini bilib ketdi. Qani. Bismillah. Hammaga omad. Cho'la qolma tursin. Uni orasiga o'tib ketadi naryoqqa. $50 kilo oshiq bo'lsa kerak, tarasi $50 kilo oshiqda. 50 kilo ham deyavering. Yana bitta to'kiladimi? Yetar bugunga. Ye. Voy to'ymaydi ekan odamlar, ay. Bol qaynayapti, qo'zg'ashga to'kib beryapman. Tortmasa yana to'kamiz. Ko'raylikchi 1 soat, 1,5 soat, 2 soat. Ketdi balolar. Yo'la nariyoqqa. Nariyoqqa ketdi. Voyt! Mashina bog'lar bir qo'zg'atib aşağı qolib ketsa zo'r bo'lardi. Ye. Ana akalar natija boshlanibdi. Qo'ymadingmi? Yo'q, tursin, klient kelsa sotaveramiz endi. Hozir yangi yil bugun. Shu 3 kilolari 40 ming so'm. 3 kilol bitta kattalar, dimlaydiganlar. Qolganlari arzon. Kilas 40 ming kilas. Voy, go'zali tushdi-yu. Hozir chiqdimi? Kechagilar ekan-da, shu 1,5 kilo, 1 kilo 700 ekan. Qulluq bo'lsin. Qaydan keldingiz? Aka, yo'qda, u ekan. Kimdan chiqdi? Sizdan chiqdimi? Olim beringlar, gap yo'q. Omadlarni bersin, hammaga omad. Shogirdlar